Keling aka, urush kerakmi? Chiroq qilib bering ketsin. Qani, xo'p. Beradigan odam bormikin? Keling aka, mana men borman-da. Men yuvib beraman-da aka mana. Charchamayapsizmi? Bera olasizmi aka? Yuvib beraman aka. Plastikon chiroqni berasizmi aka? Xo'p. Aka bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi aka, xudo xolasa. Xo'p aka, nech pul oldi bizdan aka? Aka, mashinangiz bo'ldi. Bo'ldi aka. Sizga ham rahmat a. Mana xizmatingizga. Xo'p, rahmat. Tushunmadim aka. Narigi mashina siznikimi? Ha aka. Siz o'zi mo'lkachimisiz aka? Yo'q aka. Mo'lkach emasman. Bu dadam rahmatlining mashinasi edi. Bundan 2 yil oldin sizlarga nasib qilgan ekan. Shunga dadam mashinasini ko'rib, shu mashina keladi, ichim muzlab ketdi aka. Har doim shu skameyada stolda o'tirardi, men o'zim yuvib, duosini olib yurardim. Shu mashinani ozgina bo'lsa ham dadam oldim deb bo'lsa ham yuvib maza qildim aka. Otangiz bormi? Bor aka, Allohga shukr. Otangiz hayot bo'lsa aka, qadriga yetmang. Sizga rahmat ukajon. Yana bir bor menga dadamni eslatib qo'ying. Dadajon